Assalomu alaykum hammaga. Demak, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Demak, biz kimyo darslarini davom ettiramiz. Xo'p, bugungi bizani rubrikamiz, bugungi videomiz bilaman, kanaldan sizlarga video chiqmayapti. Endi aktiv bo'lishga harakat qilamiz kanalda. Sizlardan aktivlik kutib qolamiz. Bizani bugungi rubrikamiz kimyoni oson o'rganish usullari. Ya'ni osonroq eslab qolish, osonroq yodlash, shunga o'xshash metodlarni bugun biz ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, boshladik. Bizani kimyoni oson o'rganishga yordam beradigan bir nechta metod. Ko'pchilik qiynaladi davriy sistemani eslab qolishga. Ko'pchilik qiynaladi elementlarni o'sha tartib raqam bilan anosiga bog'lab eslab qolishga. Bar davriy sistemani metodlar men oson o'rgatadigan, masalan, nimagadir bog'lab eslab qolish, shunga o'xshash metodlarni men o'rgataman bugun. O'sha uchun sizlardan faqat aktiv so'rab qolamiz. Demak, darsni boshladik. Birinchi bizning usulimiz kimyo oson o'rganishdagi usullardan bittasi. Bu assotsiatsiya usuli. Assotsiatsiya degani nima degani? Bog'lab eslab qolish. Nimadir bog'lab eslab qolamiz. Misol uchun ko'pchilik, mana misol uchun keltirganman, elementlarni eslab qolishga men juda ham ko'p yordam qilaman. Eslab qolishga yordam qiladigan usullardan bittasi. Kislorod, masalan, odam nafas olish uchun kislorod kerak. Ko'zlaringiz o'rnaning tasavvur qilaydi-da, bu narsani qilmaydi. Nafas ishlaringizga o'sha O kiryapti, ya'ni kislorod kiryapti ishlaringizga. Shu narsani tasavvur qilishlaringiz kerak. Tasavvurni kuchaytirib eslab qolish kerak mana shu narsani. Havoda to'la kislorod. O'shandan eslab qolsam, men kislorodni nafas olaman, demak ichimga O2 kiryapti yoki O kiryapti. Shu narsani bog'lab eslab qolish kerak. Ya'ni ichimga O kiryapti. Bu juda ham g'ayrioddiy narsa bo'lgani uchun miyada osonroq eslab qoladi. Ikkinchisi temir, masalan, misol uchun temir qoshiq yoki temir eshik. Temir eshikka tasavvur qilinglar, o'yib mana shu Fe deb yozib qo'ygan, ya'ni ferrum deb yozib qo'yibdi o'sha narsani. Sizlar prosta o'sha narsani tasavvur qilishingiz kerak. U narsa bo'lmaydi, bilaman. Prosta tasavvur qiling, temir eshik ko'rganda shunaqa qilib yozib qo'yilgan. Demak, mana shu temir elementi. Tushunyapsizlarmi? Yoki mana suyak ko'riladi, mana suyak deyni sizlar ko'rmaysizlar, biz inchda ko'rganmiz. Nima ko'rasiz sizlar? Ohak tosh ko'rasizlar, misol uchun, ohak tosh. Ohak toshlarni mana bo'r ko'rasizlar, o'shalarda kalsiy asosiy element, ya'ni kalsiy karbonat. Asosiy element kalsiy. Shunaqa qilib eslab qo'ying, tasavvur qiling, o'sha katta bitta bo'r bo'lagi o'rnatiladi, kalsiy deb yozib qo'yibdi o'shanga. Endi yozilgan bo'ladi emas abishni. O'shanaqa qilib eslab qo'yinglar, kalsiyni Ka, demak u kalsiy ekan. Keyin buni tartib raqami massasi bilan eslab qolaverasizlar. U faqat o'z elementi. Sizlar ko'rganda shuni simvolini ko'rganda siz element aytadigan bo'lishlaringiz kerak. Bu shu usul shunga yordam beradi. Demak, bizning keyingi usulimiz bu flash kartalar usuli. Flash kartalar usuli qanaqa bo'ladi u? Men hozir yonimda yo'q ekan, u bitta qog'ozni qirqib olsanglar bo'ladi. Endi kanselyarskiga borsanglar, o'sha konstovar magaziniga borsanglar, o'zi kartalar tiqilib yotibdi. Stiker qilib yopishtirib qo'yiladigani bor, o'zi abishni sotadigani ham bor. Men o'zim ishlataman, hozir sondarroqda turibdi ekan, o'sha turib olsa noqulay. O'shani tavsiya qilaman. Flash kartalar usuli qanaqa bo'ladi u? Oddiy bitta qog'ozga yoki o'sha flash kartaga bir tomoniga kimyoviy belgisini yozasizlar, masalan H, ikkinchi tomoniga uni nomini yozasizlar, vodorod. Ikkinchisiga yozasizlar geliy, ya'ni HE, ikkinchisi uni orqasiga yozasizlar geliy. Elementni yodlaysizlar, eslamay qolsanglar orqasiga qaraysizlar. Yodlaysizlar, orqasiga qaraysizlar. Yodlaysizlar, orqasiga qaraysizlar. Bizlarga o'zi 118 ta elementni bunaqa qilib yodlash shart emas. Bizlarga o'zi abishni bir 50 ga yaqin elementni yodlab eslab qolib ishlatadigan elementlarimiz o'zi shularda. O'zi bizlarga har testda, har qanaqa olimpiadada, har qanaqa testda, DTM testda, любой testda davriy sistema beriladi. O'shanga qarab topib olsanglar bo'ladi. Noma sizlarga kimyoviy fikrlashni o'rgatmoqchiman bu usul bilan. O'sha uchun bu oddiy bitta usul. Sizlar ishlatsanglar, bu kimyoviy yangi olib kelaveradi, rivojlanishga olib kelaveradi kimyoga. Men tavsiya qilaman, agar intellektual shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, endi kartalar bilan men o'zim shug'ullanaman karta bilan. Men Anki bor, to'g'ri, kompyuterda bor. Lekin Ankini uncha ishlatmayman. Ishlatib turaman, uncha ishlatmayman. Men element yodlashga ishlatmayman yana. Boshqa ishlarga, mana kartalarni boshqa ishlarga. Hamma ishlarda ishlatsa bo'ladi. Men sizlarga kimyoga bog'liqlik bo'lganicha aytib ketaman. Ankini yuklab olsanglar bo'ladi, agar xohlasanglar, bo'lmasa majbur emas, varaqdan ishlayveringlar. Yuklab olasizlar, o'sha yerda kartochkalar o'zi avtomatik chiqadi. Oda kartochkalar avtomatik chiqadi, bir tomonini ikkinchi tomonini yozib chiqasizlar, keyin kartochkalar sizlarga randomli qilib tarqatadi, keyin siz elementni ko'rsatadi, o'ti chiqadi. 2 marta bo'lsa, o'ti chiqadi. Kirsanglar o'zlari patronini tushuntirgan o'sha o'ti. Lekin hamma element kerak emas-da, bizga 50 tacha kerak-da. Birdan 50 gacha emas-da o'shani ham. Ularni ko'ramiz, master klassimiz bo'lyapti yaqinda, qo'shilib qo'yinglar. O'sha yerda ko'rib chiqishga harakat qilamiz yoki men yana u uchun ham alohida video qilib chiqaman.
davom etamiz bunaqa rubrikalarda. Xo'p, kartochkalar tayyorlab o'sha yerda shug'ullanaversanglar bo'ladi. Ankiyaga birlashing. Xo'p, davom etamiz. Men sizlarga usul berishni davom etaman. Bu bizning 3-usulimiz. 3-usul tartib raqam bilan eslab qolish usuli. Tartib raqam bilan eslab qolish qanaqa bo'ladi? Ya'ni, misol uchun, 1 vodorod, ya'ni birinchi tartib raqamli vodorod, 2 geliy, 3 litiy. Uni faqat kamroq qilib, ko'proq tanaffus bilan eslab qolish kerak. Mana 4 ta yodlasizlar, tanaffus qilasizlar, 2 minut, 3 minut, yana 4 ta. Shunaqa qilib yodlab tashlashlar bo'ladi. Ya'ni element bilan, raqam bilan harf bog'lansa, ya'ni men birga h deb bog'layman. Raqam bilan harf bog'lansa, bu ham yodlashni tezlashtiradi. Mana men sizlarga 3 ta metod berdim. Qaysi biridan foydalansanglar o'zlaringizga, hammasi zo'r metodda tavsiya qilaman hammasini. Demak, savollar bo'lsa, men keyingi rubrikani chiqarishga harakat qilaman. Yana abituriyentlar xato qiladigan savollar deb rubrika chiqaraman. Savollaringiz bo'lsa, masala bo'lsa, doit kimyoga oid, men o'shani chuqurroq tushuntirib, keyingi videoda video qilib ishlab, men shu kanalga, YouTube kanaliga tashlab berishim mumkin. Shuning uchun savolinglar bo'lsa, masalalar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, paka-paka.